Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz aka. Bering hisoblab beraman. Bo'ldimi shuni o'zim? Nech pul bo'pti aka? Sizlardan 49 ming bo'ldi aka. Mana aka. Kim esimizda achigim yo'q edi. O'rniga qurtma, konfetmi ola qoling. Bo'ldi aka, summasiga to'g'ri kelsa beravering, mayli, mana shu qurtdan olaveraymi? Anvar, men senga talashib o'tiribsanmi? Odam sharmanda qilib qo'yaman, qurt bilan ketdi. Aka, mana ikkita qurt oldim. Hisobli do'st ayrilmas. Rahmat, charchamang. Ketdi o'rtoq, bolalar ham xursand bo'ladi. Menga qara Anvar, men sim uchun magazinchi bilan talashyapsan. Odamni vashti sharmanda qilyapsan. Xafa bo'lma, men sen bilan boshqa magazin kirmayman. Bolalarim yoldim mashina xursand bo'lsin deb. Nimaga men bu yerda haqqimni tashab chiqib ketishim kerak? Bularni bo'yniga ham qarz qilib tashab ketamanmi? Ertaga javobgar bo'lib qolmaydimi? Har safar 50 so'm, 100 so'm, 1000 so'm, 2000 yig'ilib qarz bo'lib qoladi-yu bular. Qanaqa javobini beradi keyin ular? O'zi qancha pulim qolsa ham o'shanga to'g'ri keladigan narsa olib chiqib ketaman. Qurtmi, semichkami, boshqami? Olib borib bolalarimga beraman, xursand bo'ladi. Adam nima bo'lsa ham olib kelibdilar deb. O'zingni haqqingni tashab ketmang. Sani puling ko'payib ketgan bo'lsa, meniki ko'payib ketmagan. Men anta halollab ishlab topganman pulimni. Hech kimga tashab ketadigan ortiqcha pulim yo'q meni. Bo'pti. Olib borib bolalarimga beraman, xursand bo'ladi. Adam nima bo'lsa ham olib kelibdilar deb. Sani puling ko'payib ketgan bo'lsa, meniki ko'payib ketmagan.